Assalomu alaykum hurmatli Manchester United muxlislari. Sizlar bilan yana Zamin Reds kanali va master e'tiborlaringizga navbatdagi previewda taqdim qilaman. Undan oldin o'tayozlar, like, post, kommentariy yozda hamda bizning kanalga podpiska qilishni iltimosiga qoldi. Demak, biz boshlaymiz. Bugungi mavzumiz bugun soat 8:30 da adashmasa bo'lib o'tadigan City of the Ground stadionida England janoblari sudyaligi ostida bo'lib o'tadigan Nottingham Forest Manchester United o'yiniga bag'ishlangan preview hisoblanadi. O'yin haqida nima deyish mumkin? O'yin so'zsiz muhim, chunki Manchester United hozirgi paytda 3 o'yindan iborat g'alabali seriyada ketyapti va oxirgi o'yinlarda shuni ko'rsatyaptiki, Ruben Amorim jamoasini to'g'ri nastroy qila olgan va jamoasini to'g'ri shakllantirish yo'lida ketayotganligi haqida o'ylayapmiz. Endi bu maksimal darajada bardavom bo'la olsin, chunki hamma narsaning yakuni bo'ladi. Shu sababli umid qilamiz, bizning g'alabali seriyamiz maksimal darajada uzoq bo'lishini tilagan holda, demak, bugungi o'yinni sabrsizlik bilan kutib qolamiz va o'ylashimcha, hozirgi paytda formada bo'lmagan Nottingham Forest jamoasidan biz ochko olishga qurbimiz yetadi. Sarasa, o'zlari fikrlarini albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Demak, o'yinga tusha olmaydigan, bevosita tusha olmaydigan futbolchilar yoki tushishi so'roq ostida bo'lganlar haqida gaplashadigan bo'lsak, Nottingham Forest tarkibida bular Ayna, Bakva, Gan, Wood hamda Zinchenkolarni maydonga tusha olmaydi deb beryapti saytlar. Manchester United tarkibida esa faqatgina Lisandro Martinez hamda Harry Maguire'larda o'yinga tushishi mumkin yoki tushishi so'roq ostida, tushmasligi mumkin yoki tushishi so'roq ostida deb beryapti saytlar. Kutib qolamiz o'sha avvalambor Lisandro Martinezda safga qaytishini. O'zaro va so'nggi o'yinlarda natijasi statistikasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak, Nottingham Forest jamoasida shu paytgacha 4 ta mag'lubiyat, bitta g'alaba mavjud va so'nggi turda ular Bournemouth jamoasiga mehmonga borib, u yerdan 2-0 hisobda mag'lubiyatga uchragan. Manchester United jamoasi esa ularda teskarisi 4 ta g'alaba va bitta mag'lubiyat mavjud va so'nggi turda ular kuchli o'rta miyona klub deb sanaladigan Brighton jamoasidan 4-2 hisobida ustun keldi va Manchester United to'g'ri yo'lda ekanligiga yana bir bora ishonish uchun imkoniyat yaratib berdi deb o'ylayman. Jamoalar o'zaro o'yinlariga keladigan bo'lsak, jamoalar shu paytgacha 114 marta uchrashgan. Shundan 36 marta kechirasizlar Nottingham Forest jamoasining qo'li baland kelgan, 54 marta esa Manchester United qo'l ustunlik qilgan. Va jamoalar 24 bora murosa ko'chasini tanlashgan. Turnir jadvalini ko'rib chiqadigan bo'lsak, turnir jadvalida demak, birinchi o'rinda 9 turdan keyin Arsenal jamoasi ketyapti, 22 ochko to'plagan holda. Ikkinchi o'rinda Bournemouth jamoasi 18 ochko mavjud ularda, keyin Tottenham jamoasi 3-o'rinda 17 ochko bilan va Sunderland jamoasi ularda ham 17 ochko mavjud. 4-5 o'rinda esa Manchesterning 2 klubi egallagan, Manchester City hamda Manchester United. Ularda esa o'z-o'zidan 16 ochkodan mavjud. Ko'rib turibsizlar, o'sha ikkinchi o'rin hamda birinchi o'rin, ikkinchi o'rin hamda 4-5 o'rinlar o'rtasidagi masofa deyarli 2 ochko. Umid qilamiz, bugungi turdan keyin Manchester United zaoshni bo'lsa ham boshqa turlar o'yinlar o'tkazilmasdan ham o'sha ikkinchi o'ringa chiqib oladi deb umid qilamiz. Demak, o'yin uchun taxminiy tarkibni ko'rib chiqadigan bo'lsak, men quyidagi futbolchilar maydonga tushishi mumkin deb taxmin qildim. Sizlar esa albatta o'zlaringiz fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Demak, darvozada Sonny Lamens, markazda himoyada Luke Shaw, Leny Yorro hamda Matias De Ligtlarni qo'ydim men, chunki shu 3 ta himoyachi bari Maguire tushishi so'roq ostida, tushmasligi aniq emas va uchala himoyachimiz bizda o'ylashimcha kerakli natijani bizga olib kela oladi. Ikkita qanotda esa Diego Dalot hamda Amad Diallolarni qo'ydim men. Hatto Dalotning o'yini ko'p, men uchun ko'p ko'nglimdagidek o'ynalgani yo'q Dalot. Diallo esa naborot teskarisi o'yini borgan sari ochilib boryapti. Markazda Bruno Fernandes hamda Casemiro'larni qo'ydim, chunki ular ikkalasi oxirgi o'yinda juda ham ajoyib o'yin namoyish qilgan.
hujumchi ortida esa Mateyas Kunya hamda Brian Mbeumolarni qo'ydimman va hujumda Benyamin Sheshkoni qo'ydimman. O'ylashimcha bu uchligimiz o'z so'zini ayta oladi va so'nggi o'yinlardan xulosa qiladigan bo'lsak, endi bu bolalar ochilib jamoaga moslashib boryapti va o'ylashimcha bu turda ham biz o'zimizga kerakli bo'lgan ochkolarni olish imkoniyatimiz bo'ladi, xudo xolasa. Va biz bunga ishonamiz. Meni sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlar shundan iborat edi. Va yana bir xush xabar, oktyabr oyining eng yaxshi o'yinchisiga nomzodlikka Brian Mbeumo ham bor ekan. Bu va biz umid qilamiz shu oktyabr oyida Angliya Premyer Ligasida eng yaxshi o'yinchi nomzodligiga Brian Mbeumo shu so'nggi o'yinlardagi natijalar bilan menimcha erisha oladi. Va yana bir xush xabar, Lisandro Martinez mana umumiy jamoa mashg'ulotlariga qaytgan va biz kutib qolamiz o'sha qassobimizni keyingi turlardan yoki mana shu o'yinda ham g'alaba qozonayotgan paytimizda jamoa tarkibiga, asosiy tarkibga amaliyot tushiradi va u ham o'ziga ajratilgan vaqtda ma'lum darajada sekin-sekin o'yin amaliyotiga ega bo'lishni boshlaydi. Biz esa bu hammasini kuzatishda davom etamiz va xudo xolasa o'yindan keyin yaxshi kayfiyat bilan xudo xolasa yana obzor yozishga harakat qilamiz. Meni sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shundan iborat edi. Sizlardan odatdagidek like bosishda, kommentariy yozishda hamda bizni kanalga podpiska qilishni iltimos qilgan holda sizlarga xayrlashaman. Sizlar bilan Zamin Reds kanali bo'ldi va videoning so'ngida men sizlarga o'sha oy o'yinchisiga nomzodlik bo'lgan Brian Mbeumoning ijrosidagi shu oxirgi o'yinda Brightonga urilgan gollarni, o'sha Brightonga urilgan gollarni qo'yib beraman. Ko'rib zavqlanansizlar va xudo xolasa Nottingham Forest bilan o'yindan keyin biz albatta yana ko'rishamiz. Xayr, o'zlaringiz asralang.